Assalomu alaykum. Hop, assalomu alaykum. Bemorimiz Shematova Sevinch hozirda bolalar milliy tibbiyot markazining nevrologiya bo'limida yotibdi. Bolamizga biz o'tkir oskir panensefalit kasalligini 3-4 bosqichi deb tashxis qo'yganmiz. Bemorga hozirgi kunda qilinayotgan muolajalardan immunoglobulin terapiya, ya'ni hozirgi kunda sotuvdagi nomi bilan aytilgan bo'lsak, Actagam yoki Biavin, Intratec degan dorilarimiz bor. Bu dorini bemorlarda shu immunoglobulin terapiya sifatida ishlatyapmiz. Bemorga ota-onasini shu moddiy imkoniyatining cheklanganligi va u dorini birmuncha qimmat turganligi sababli biz ko'pincha homiylarga ba'zi yuzlanamiz. Dorimizni bir donasi sotuvda hozirgi kunda 3,5 million, 3 million 800 ming atrofida sotilyapti. Bemorimizga shu 3 ta yoki 4 ta bitta kurs litseniyasida hozirgi paytda endi zarur bo'lib turibdi. Bir oyda. Yo'q, bir oyda emas. Bemorning immun statusiga qarab turib. Mana immun status tushadigan bo'lsa, u dorini kerak bo'lsa bir oyda 2 ta ham qo'yamiz, 2 ta seans ham qo'yamiz. Agar ko'tarib olganimizdaki immun status bolaning holati yaxshilangandan keyin 6 oydagacha yurdi misol uchun. Yana immun status topshiradi. Holatini baholaymiz demoqchiman. Unda tushsa yana qo'yamiz. Shunaqa. Undan tashqari boshqa dorilar. Undan tashqari boshqa dorilar ham bor-da, undan tashqari bolada endi albumin masalasiga keladigan bo'lsak, u doimiy quyilmaydi. Qachonki bolani klinik holatiga va biokimik, ya'ni qondagi analizga qarab turib, maslahat qilib, konsulyum qilib keyin quyamiz uni. Boshqa dorilar, doimiy ichadigan dorilar aytadigan bo'lsak, masalan, izoprinazin, bolaga antikonvulsantlari, undan tashqari bolaning ozuqasi bor, doimiy bular pitaniyasi bor o'zini va undan tashqari metabolik preparatlari bor, doimiy ichib yuradigan. Endi bu qizimiz hozir necha yoshda? 6 yoshda, 5 yoshda. 6 yoshda. Virusi bilan kasallangan. 5 oylik qizamiq bo'lgan. 5 oylik qizamiq bo'lgan. Mana bu endi SSP kasalligini bitta anaqasi klinik davriylik kechishiga sabab. Chunki SSP kasali 5 oylikdan qizam bo'ldimi yoki 11 oylik qizam bo'ldimi, orada davriylik 3,5 yildan baland bo'lishi kerak. Ba'zilar kelyapti bizga, mana Instagram ko'rgam kelishyapti-ku, bolam o'tkayli qizamiq bo'ldi, biz hozir xavotirdamiz. O'tkayli qizamiq bo'lib turib, bu kasal bo'lishi qiyin. Bu SSP emas. Agar qizamiq bo'lib turib, sirasi bolada ensefalit shakllandimi, bu o'tkir kechuvchi ensefalit. Bu panensefalit emas bu. Bu oddiy o'tkir kechuvchi ensefalit. Panensefalitda davriylik bor. Davriylik bo'ladi. Lekin mana savol tug'iladi, qizamiq virusidan tuzalgandan keyin bolada pnevmoniya, ya'ni shamollash, surunkali bo'lsa, shamollab qoladigan bo'lsa, ya'ni 6 oy, 8 oyda qizamiq virusidan tuzaldi, 2 oydan keyin shamollab o'tkazib o'tadi. Shunda shu qizamiq virusini uyg'otadimi yana yoki qanaqadir mutatsiya bo'ladimi? Bir-biriga qo'shilib ketadimi virus? Hozir aytayotgan kasallikka o'xshash kasallikni chaqirishi mumkinmi? Bor, bunaqa bo'ldi. Tajribada bo'ldi. Ya'ni misol uchun bitta skarlatinadanmi yoki boshqa misol qizamiqdan ham ko'pincha pnevmoniyaga shakllanadi. O'z asosiy asoratlari shular. Eng og'ir asorat u miyaga o'tgani bu. Bu agar tezlashgan bo'lsa, bu miyaga tezroq o'tgan bo'lsa, panensefalit emas bu. Ensefalit, ikkilamchi ensefalit deymiz buni. Ikkilamchi ensefalit. Panensefalitda bola qizamiqdan tuzalib, sog'ayib, borib bog'chasiga borib, bemalol yurib, yugurib yurgan bola keyinchalik miya asorati sifatida bolada gallyutsinatsiya, xulq-atvor buzilishi, keyin undan keyin sudirgilar shu bilan boshlanadi. Miya bilan asosan zararlanish boshlanadi panensefalitda. Keyin yana bitta asosiy ma'lumot, bu hozirgi kunda biz endi kuzatib boryapmiz, chunki chet el anaqa tajribasida ham bo'lgan edi. Yosh kattaroq holatda bo'lgan panensefalit bilan yosh holatda bo'lgan, ya'ni qo'pol aytganda 3,5 yoshli panensefalit bilan 15 yoshli panensefalit farqi bor. 3,5 yoshdagi panensefalit kechishi og'irroq bo'ladi. Og'irroq bo'ladi. Yosh kattalarda biz ko'ryapmiz, ba'zi 10 yoshli qiz keldi Qozog'istondan. 2016-yil kasal keldi Qashqadaryodan. Yurib ketadida, ozgina dori qilsangiz ham qo'pol aytganda haligi dorining samarasi tezroq bilinyapti. Unda biz tajribamizda shuni aytyapman. Immun tizimiga bog'liqligini aytmoqchiman-da. Bolalarda og'irroq kechyapti. Yoshroq, qancha yosh bo'lgan bo'lsa, bolada og'irroq kechyapti. Immunologiya bilan ishlayapsizlarmi? Ha, biz hozir panensefalit kasallar biz aniqlangandan keyin ularni immunogrammasi,
immunologik panel borku, shu ularni tekshirtirib, qanday keyin qaysi virusga qarshi preparat ko'proq tushadi. Misol oldin altivir qilingan, to'g'rimi? Interferon ommabop bo'lganda, anaqasi. Interferon alfa 2b. Endi ba'zi kasallarga shu yerda 8 ta panisva yotgan bo'lsa, ikkitasida o'zimiz ko'zim bilan ko'rganmiz, qayd qilib ko'ngli aynib, isitmasi chiqib bola holat og'irlashadi. Tekshirtirganimizda altivirga minus chiqyapti. Ya'ni umuman olish kerak emas degani u. Boshqa reaferon yozib beryapsiz o'rniga. Boshqa dori yozyapsiz, u tushyapti misol uchun. Izoprinazin o'ziga ham shunaqa bo'lyapti. Endi o'shanga qarab turib, misol ba'zi bolalarga tanlab beryapmiz. Individual tanlab beryapmiz hozir. Kattakon rahmat sizlarga. Mayli, salomat. Alloh shifo bersin. Alloh shifo bersin.